Aya, menga ham Instagramda pul topishni o'rgating. Bu hammasi o'z-o'zidan bo'lib qolavermaydi bolam. Agar sen Instagramda tashqariga chiqib olaylik, bad qorong'i. Qara, mana men 1 yil ichida mana shu 2 etajli 14 xonali uyda oldik. Mana shunaqa chiroyli garderoblar yasatdim. Hatto meni bitta paltoyim bo'lardi, uni 3-4 yil kiyardim. 1 yil bo'lsa, birdaniga 4 ta palto oldim. Yorug'ga chiqib olaylik. Endi sen Instagramda blog yuritsang, shunday bloging orqasidan boy bo'lib qolmaysan-da. Buning uchun sen telefonda, SMMda, sotuvlarda, post yozishlarda, reklama yozishlarda, kamerani oldida o'zingni qanaqa tutishlarda o'rganishing kerak-da. Bundan tashqari sen Telegram, Instagram imkoniyatlarini bilishing kerak, mijozlar bilan muomala qilishlar o'rganishing kerak. Eng muhimi, ishni qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsang, o'g'lim, senga Durdona Maqsudova ustozimni tavsiya qilaman. Beror kamerani o'zim boplayman olishdi. Durdona Maqsudova meni ustozim va men 3 yil oldin oxirgi detskiy pulimni 500 ming so'mda shu qizga o'qishiga to'lov qilganman va SMMda o'rganganman. Shuni orqasidan o'zimni shaxsiy blogimni yuritib, kontentlar qilib, sotuvlar qilib, mana shunaqa narsalarga, ya'ni uylarga, mashinalarga, yaxshi narsalarga erishganman va obro' e'tiborlarga erishganman. Menga ko'pchilik yozadi, lichkada, menga ham Nilufar opa, o'zingizdaqa bo'lishni o'rgating deyshadi. Har bir insonning ichida qobiliyatlari bor va bu qobiliyatlaringizni ochishingiz kerak va buning uchun siz ishni boshi SMMda o'rganishdan boshlashingiz kerak. Sizga SMMda o'rgatadigan o'zim ustozim Durdona Maqsudovani tavsiya qilaman. U sizga hamma narsani o'rgatadi. SMMda savdo qilishlarda, sotuvlarda oshirishlarda, hattoki yaqinda mentorlik kurslarini ham qildilar, ya'ni o'zlarini bilimlarini sotdilar, qimmatga bilimlarini sotdilar. Shular haqida ham sizga ma'lumot beradilar. Durdonani kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, men kollaboratsiya qilib qo'ydim. Bemalol o'tsangiz bo'ladi. SMMda o'rganadiganlar, telefonda shaxsiy blogini yuritib pul topishni istaydiganlar uchun.